Ayni kunlarda Surxondaryo viloyatida kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, ular faoliyatida uchrayotgan mavjud muammo va kamchiliklarni o'rganish hamda ijobiy yechim topish maqsadida Soliq boshqarmasi tomonidan joylarda tadbirkorlar bilan bevosita muloqotlar tashkil etilmoqda. Navbatdagi ochiq muloqot Angor tumanida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ishtirokida o'tkazildi. Hozir shu haqda. Bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiyot hajmining yarmidan ko'pi, sanoat va eksportning 3dan 1 ham aynan kichik va o'rta biznes vakillari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Mazkur yo'nalishda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar safini yanada kengaytirish, o'z salohiyatlarini to'la ishga solishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida respublikamiz bo'ylab kichik va o'rta tadbirkorlar ishtirokida bevosita muloqotlar tashkil etilmoqda. Viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sherzod Yadgarovning angorlik tadbirkorlar bilan uchrashuvida ham xususiy sektor vakillariga berilayotgan imkoniyatlar, mavjud muammolar haqida fikr almashildi. Shuningdek, uchrashuvda 2024-yilda viloyatda 500 nafarga yaqin kichik tadbirkorlar biznes toifasini yiriklashtirganligi alohida qayd etildi. Ishtirokchilarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq berilayotgan imkoniyatlar to'g'risida ham atroflicha ma'lumotlar berildi. Bevosita muloqot davomida tadbirkorlarning faoliyatlari bilan bog'liq muammolari tinglanib, ularni bartaraf etish choralari ko'rildi. Bugun Angor tumanida tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda tadbirkorlarning muammolari o'rganildi. Tadbirkorlarning markurovka to'g'risida, soliq hisoboti to'g'risida, kredit olish masalasi, undan tashqari ma'muriy jarimalar to'g'risida murojaatlar tinglandi. Ayrim tadbirkorlarning murojaatlari shu joyida yechim topildi. Uchrashuv yakunida tadbirkorlarni qiziqtirgan barcha savollarga batafsil javob berildi. Muqaddas Panjiva, Ilyos Rahmatov, Zamin Online axborot tahliliy dasturi uchun.